Bugun shunaqa adrenalinga boy sayohat bo'ldi. Ochiq aytaman, mehmonxonaning nonushtasiga yetadigani yo'q. Noz-ne'matlarning xilma-xilligidan ko'riboq qorningiz to'yib qoladi. Soat ertalab 8 biz sayohatga yo'l oldik. Fukuk oroli atrofidagi orollarga birin-ketin sayohat qilib boshladik. Keng ummon bahri dilingizni yayratadi. Biz uchun biriktirilgan gid boshchiligida motor qayiqchamizga o'tirdik. Bu yerda boshqa mehmonxonadan ham chiqqan sayohatchilar bilan biriktirildik. 20 daqiqada manzilimizga yetib keldik. Suv tiniqligidan baliqlar hamda qisqichbaqalarni ko'rdik. Bu yerda tamadduxona, kiyim almashtiradigan xonalar hamda sohilda mazza qilib cho'milib dam oladigan karavotlarni ko'rishingiz mumkin. Motorli qayiqli ballonlar ham parvozingizni dronda ham videoga olib berar ekan. Bu video bizga $100 tushdi. Esa keyingi manzilimizga yo'l oldik. Ushbu ertaknamo orolcha 2027-yil topshirilishi rejalashtirilib, hali bironta odam kelib yashamayotgan ekan. Turistlarga xizmat qiladigan avtobus orolchani tanishtirishga shay. Biz tashrif buyurgan ko'ngilochar bog'ining xaritasi bilan tanishib, tushlik vaqti bo'lganligi sababli dastlab tamadduq qilib oladigan bo'ldik. To'g'risi, bunaqa katta restoranni umrimda birinchi marta ko'rish. Mevalar, noz-ne'matlar san'at darajasida bezatilgan. Biz ham likopchalarimizga kerakli hamda halol bo'lgan noz-ne'matlardan terib keyingi videoda Hontom orolini xaritadek ko'rsatadigan 80 metr balandlikka olib chiqadigan attraksion hamda uzunligi 8 kilometrlik va balandligi 160 metr kabinalar haqida bo'ladi.